Ko'pchilik ota-onalar so'rayapti, maktabinglarga necha yoshdan qabul qilasizlar? Meni farzandim iqtidorli, yozishni, o'qishni biladi, bemalol eplab keta oladi. Maktabinglarga qabul qilasizlarmi? Maktabimizga qabul qilish sharti, agar farzandingiz 6 yosh bo'ladigan bo'lsa, shu yilning oxirigacha, ya'ni qabul qilingan yilning oxirigacha 31-dekabrgacha 7 yoshga to'lgan bo'lishi shart. Ta'lim to'g'risidagi 2020-yildagi qonunga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilganda mana shu narsa belgilab qo'yilgan. Qonunga ko'ra, farzandingiz shu yilning oxirigacha 7 yoshga to'lmasa, maktabga qabul qilinmasligi kerak. Mening sizga tavsiyam esa, agar farzandingiz iqtidorli bo'ladigan bo'lsa, yozishni, o'qishni biladigan bo'lsa, mayli 6 yoshdan chiqmasin maktabga, lekin 7 yoshdan chiqqanda ham o'ziga o'xshagan iqtidorli, salohiyati bor o'quvchilar bilan, shunga o'xshagan o'quvchilari bor bo'lgan sinfga, maktabga chiqsin. Shunda inshaalloh manfaatli va zo'r bo'ladi.